Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kichkina hovli xullosa. Bu yerda o'zimiz o'tiramiz. Mehmonlar katta bog'da o'tirishadi. Xurmolarning eng zo'rlari bor. Xurmoni 50 xildan shu turi bor. Bu xurmolaringiz necha xil ekan? 50 xilcha bor-a? 30 xil bor. 30 xilmi? 50 xildimi? Acaba xurmolari bor. Hajmi oliy. Bunaqa do'koncha ham bor. Ayatul kursi. Bitta tabobat bo'limiz ham bor. Zanjabil, kurkuma, mumiyo, xurmo changlari bor. Zaytun yog'lari, mana ham juda zo'r narsa. Xurmoni sirkasi. Juda zo'r narsa. Tabibimiz ham bir intervyu beradilar. Hozir bemor ko'rayotgan ekanlar. Tabibimizdan intervyu olamiz. Acaba xurmosi to'g'risidagi hadis. Kim har kuni 7 dona acaba xurmosidan yesa, o'sha kuni yomonda ham, zahar ham, sehr ham ta'sir qilmas ekan. Bu bizani mandili. Bu mandili bizaniki. Nasıl zor nezas. Tolib. Gapirasizmi keling? Ha, ke gapiravering. Bu tabobat bo'limizda mana bu hoji akamlar ancha yildan beri Madinada. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bular Tolib hoji akamlar. Necha yildan beri Madinadasiz? Hoji aka xush kelibsiz. Madina-i Munavvarada 25 yildan beri shu yerdamiz. Alhamdulillah. Mashalloh, tabarakalloh. Madina ahliga xizmat qilishda, faxrlanib masjidlarda Alloh ajringizni ko'paytirib bersin. Nima tabobat anaqalari bor? Tushuntiring bizga. bu yerda aka Qur'on va hadisda zikr qilingan zanjabila. Buni imbir deydi ruschasiga, inglizcha ginger deydi. Qur'onda zikr qilgan ahli jannatlar salsabil quduqdan chiqqan sharob, zanjabil sharoblaridan ichadi, kumush kasalarda. Bu kurkuma, bu antibiotik. Bu insonlarda hamma insonni jigarning ichidagi hamma inson organizmida ipga o'xshagan qurtlarni o'ldiradi, immunitet. Bu juda ham kuchli narsa, tozalaydi hamma yerni. Bu mumiyo, Qirg'izistonning eng toza mumiyosi. Mumiyoda 49 ta mineral modda bor. Bunda sehrli tosh deydi.
Maytda xurmodi changi bor. Xurmodi changi farzandi bo'lmaganlarga ko'p ishlanadi. Subhanallah. Ayol va erkakdagi hamma vitaminlarni kuchaytiradi, ko'paytiradi. Subhanallah. Mana bu yerda xurmodi sirkasi bor. Bu xurmodi sirkasi juda ham foydali, tabiiy, Suriyadan keladi. O'ta og'riganlarga qonni suyultiradi. Bunda ham sirka haqida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Sirkasi bor odamning uyi boy bo'ladi. Bu zaytun yog'i va tini va zaytun Alloh bunga qasam ichgan va buni tozasi ham yerda sotilavermaydi. Subhanallah. Buni tozasini faqat bilgan odamlar tajriba qilib oladi. Va bu yerda xurmolarimiz bor, har xil hadiyali narsalar bor. Mana yerda ajvani 4-5 xil xurmo ajva bor. Eng mana ajvani qiroli mana ajva aliya degan. Oliy sajun. Juda yiri Ajva ekan. aliyalar 75-80 riyal. Bizda 50 riyaldan hamma narxlarimiz o'qib narxda. Mana yerda 40 riyallik ajvamiz bor, 30 riyallik bor, 35 riyallik va 5 riyallik ajvalar bor. Bu yerda hadis ham bor ekan, ajva to'g'risida. Bu Shuni yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyaptilarki, Allohning rasuli deyaptilarki, "Man tasabbaha kulli yawmin sab'ata maratin ajwa", kim ertalab 7 ta ajva yesa, lam yadurruhu fi zalika al-yawmi samma wala sihr. Kim ertalab 7 ta ajvani istiqdom qilsa yesa, och qoringa sehr va zahar ta'sir qilmaydi shu kuni shu insonga. Sadaqa Rasululloh. Ko'proq ajvani sevish, ko'proq yeyla olsin. Va boshqa 20-30 xil xurmolar bor. Ambar, turfiy, majdun, mashrub, robi, safari. Keyin siz yana bir bemor ko'rganingizda ham intervyu bera olasizmi? Inshaalloh Xo'p bo'ladi. Tajribamga Rahmat. ko'ra- Alloh ajringizni ko'paytirib bersin. aytib beramiz. الله خوش كندلت قزاقستان الله رازون ان شاء الله الله خبوسان مرحبا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دادا جون الله رازون ان شاء الله الله خبوسان مرحبا بكم بو ياسمين سو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى شكر علينا ما دعا للوالدة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح ثريا يا حبيبي يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خوش كندلس قزاقستان الله راضي ان شاء الله رحمة قزاقستان الله تكبير
الله Allahu أكبر Ekber. مرحبا بكم الله razı olsun inşallah Rahmet. Allah razı olsun rahmet rahmet